Menga yolg'on gapirganingda vijdoning qiynaladimi? Hech qachon. Mendan ko'ngling to'ladimi yoki o'zingdanmi ko'proq? Sizdan. Nimaga? Chunki aytsam hamma narsani joyida qilib berasiz, o'shaning uchun ko'nglim to'q bo'ladi. Men yaxshi aktrisamanmi yoki yaxshi model? Yoki sizga yaxshi umr yo'ldosh bo'lamanmi? Yaxshi model to'g'ri aytding. Aktrisachi. Kim siz uchun yaxshi aktrisa? Yo'q, hayotda yaxshi aktrisasan, lekin kadrda yaxshi aktrisa emassan. Senga gap tushuntirish osonmi xitoyliklarga? Bilasizmi, men aytganingizni qilmayman. Hop deyman, men o'zim aytganimni qilaman. Durdan ko'p asabingizni buzadimi yoki menmi? Durdan. Yo'q, men asabiz buzmaymanmi? Yo'q, sen asab buziladi, ko'proq Durdan. Durdonni ba'zida rosa yaxshi ko'rib, nima ba'zidan rosa yomon ko'rib. O'zi ham biladi. BMW tanlaysanmi yo meni? Конечно, BMW. Sizni nima qilaman? Boshimga urib, 24 yonimda. Sizdan ko'ra BMWni olaman-da. Balki kelajakda tushda BMW olib berarman. Olib beraman. Centromerga ambasador bo'lganingizga xursand bo'ldingizmi yoki men bilan tanishganingizga xursand bo'lganmisiz? To'g'risini aytsam, ko'proq Centromerga ambasador bo'lganimda. Men bilan tanishganingizga xursand bo'lmadingizmi? Ko'proq xursand bo'lganman, ko'proq ambasador bo'lganimga xursand bo'lganman. Pishiringiz qursin. Siz ko'p pul ishlatasizmi yoki menmi? Sen. Qaysi biri mustahkam? Menga bo'lgan ishonchimi yoki Life Group biznes kompaniyasiga bo'lgan ishonchim? Life Group biznes kompaniyasi. Sizga ishonmayman. Ularga ishonaman, chunki ulardan uyoqman. Uylari mustahkam, chunki har doim men borib turaman, ko'p haftada bir marta borib ko'rib turaman. Ko'tarilyaptimi yo'qmi, yaxshi ishlab qo'yyaptimi yo'qmi ko'rib turaman. Uy buzilib ketishi mumkin zilzilada, lekin hech ham buzilmaydi. Life Group biznesga buzilmaydi. Xiyonatkor.